Assalomu alaykum yaqinlar. Navbatdagi ishlarimiz ustunup kechirayotgan yakunlar xonadonga chiroyli holatda topshirib berdik. Azizlar G306 Antrazit oynalari seriya 1 qavat oyna bo'lgan. Taglariga har doimgidek sifatli alkafondan foydalanganmiz. Ikkita eshik ustunup qilib berganmiz. Romimizga 125 sm ochiladi. Общий katta qanotda 70 sm. Ishlarimiz balkon profildan tayyor bo'lgan. Xudo chop qismlari ham o'ta go'zal holatda keltirilgan. Uchka zamoylari yaxshisidan foydalanganmiz. Mikrobka qismlari har doimgidek go'zal turibdi. Bu joyimizga o'sha 25 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Bu joyimizda bitta bu eshik, banaga ikkita eshik. Bu yoqda bitta eshik, bitta derazalarimiz bor. Bu eshik derazalarimiz narxlari alohida hisoblanadi razmeriga qarab. Shu eshigimiz 2 million 300 ming so'm, romlarimiz 1 million 800 ming so'm padagoniyalar bilan birgalikda ustunup yo'lgan. Oynalari seriya oyna foydalanganmiz. Ichkari ko'rinishini ham sal ko'rinishda oldini oladi bu joyimizda. Bu ishimizni asaka Aqtachida yakunladik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiramiz, aloqa qilishingiz mumkin. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz.